Fıkkı ting 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 ting. Dada men siz $300,000 asrab qoldim. Zarar ko'randa yana nimani boshlading? 120 mashinangizda kelyapti. Svetoforda BMW turgan ekan $300,000. Shunda o'nga bordim. Voy mana tez o'g'lim. Urmadim. Malibuga borib soldim. Yo dada yangilik bor. Nima yangilik? Previzrishon bo'lib ketdi. Cristiano! Ha zarar ko'randa. Sorry dada, inglizchada sorry bo'ladi. Penalti a favore Real Madrid. Nima bu? Dada suv quyaman deb superkile quyib yuboribman. Dada mana nima? Yangi xaladelni oldim ro'zg'origa deb. Shuni oldida o'ralashmang iltimos, qoch oyoqqa. Dada internetda ko'rganman. Bularchi konkurs o'tkazishyapti. Bitta xaladelnik sotib olsangiz, ichidan bunday stiker chiqadi. Bunday o'chirsangiz kod chiqadi. Kodini Telegramga o'tib, ro'yxatdan o'tib olsangiz, ikkita Damas yutib olishingiz mumkin. Bitta Cobalt, bitta Onyx ki har oychi rosa ko'p xaladelniklar o'ynashyapti. Siz ham mashinalardan bittasini yutib olasiz. Dada valnadagilarga ayting yana bitta xaladelnik bersin.